Seni mazga tushunmadim. Husn bo'lmasa, Nega mana? qaddi qomat bo'lmasa, Mana. yosh bo'lmasa, To'g'ri. balo bormi? Bo'lmasa. Bu ekan aytmoqchilar. Men tushunmayman-da, mana shu ot minib yurgan erkaklar tuyani ko'rsa makkillab qoladimi? Basharasini qarang, bu nadasi to'g'rimi? Kelin, bashar emas, 100. Mamarayim aka, bu 100 emas. Ha. Bu yo 200 yo 300. Bu ekan aytmoqchilarki. Ey, stop! Xalq tushundi. Bolam, xalqqa tushundi, men tushunmadim. Hali ham yosh bolasi Mamarayim aka. Dasturxonga marhamat, qarang. Bu ekan keling. Keling, mana. Jonim, mana Место для вашей рекламы. Reklamani bemalol qo'yaverish. Jipriq. Do'stim, bir minutga, bir daqiqaga. Nima gap? Shu odam xijolat bo'lyapti. Mana Nimaga? kimdir kelinni buni archa deyapti, kimdir tuya deyapti. Endi nima deb chaqirasiz? Endi xijolatda odam ismini bilaylik endi. Endi kimlardir erkalab Rayhon deydi. Ana. Yana kimlardir Oyxon deydi. Aha. Shu Siz nima deb chaqirasiz? biz ota-onasini qo'ygan ismi borki, shu bilan chaqiramiz. Asalxone. Abi o nomone ekanda. Do'stim, endi yarıktan so'rayman endi. Erkalab nima deb chaqirasiz? Qo'y. Endi между собой ikkita cholli o'rtasida endi. Men uni erkalab Milashka deyman. O'shanda u sizni erkalab pirashka deganda. Mamarayim aka, Bolam. bu asal xonay bilan qanaqa tanishgansizlar? Bu kishi bilan oldin Instagramda rosa layklashdik. Keyin tanishdik. Obbo! Atak, biz ham adasi bilan cho'tki tanishganmiz adasi. Bitta ko'rsatib bering. Voy xotin shuncha odam oldi-ya. Mayli endi, bitta ko'rsatib bering. Voy shuncha odam oldi. Ko'rsatib berasan hozir. Ko'rsatsang erkak emassan. Endi dada qadib kam surib tupikka tuxurmayman-a. O'zing tupik bola bo'lgandagi tupikka tuxuraman-da. Baqirurmayman menga. Nima? Sen shoshmay tur. Oy, o'tgan yetmaganda kiydirasan bola. Obbo, da yana inqillashni boshladingizmi? Oilaviy ishlarga aralashmasa. Voy, tushunmadim. O'g'lim, sen gapiraman, kelim sen eshitib bo'ldimi hozir? Birinchidanchi meni o'zimga xo'ja emassan. Ikkinchidanchi meni borib shisha sansiramasini aytib qo'ying. Dada, Nima dedi kelinim? Hech qaysi gapini eshitmadim, qara-ya. xullas yangi yil bilan tabriklar kelsansiz. Sansirmisiz. Bo'ldi-da, endi dada. Sen aytqo yangi yillarni amonga. Masha azizlarimchi tomi ketib qolgan. Mamlakatdan bitta top bersangiz o'zlariga kelib qolardilar. Lekin kelin shallaqi bo'lsa ham hozir to'g'ri gapirdi. Tushunmadim. Shallaqdilar, men hozir. Ya sal aqlli dedim. Sal kallali demadingizmi? Sal hikmatli. Sal yaxshimi? Shallaq dema deylarmi? Ana. Yo'q. Jipriq. Bor eshikka qara.